Canon kompaniyasi Fototrade do'koni bilan hamkorlikda butun O'rta Osiyo davlatlari orasida video konkurs e'lon qiladi. Konkursning asosiy sovrini Amsterdamda bo'lib o'tadigan Canon Vision tadbiriga yo'llanadi. Undan tashqari Canon PowerShot V1, Canon R50 va Canon R6 Mark II kameralardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Ushbu video konkursda 18 yoshdan oshgan video kontent sohasidagi daromadi umumiy daromadining 20% dan kamini tashkil qiladigan havaskorlar qatnashishi mumkin. Video konkurs 3 ta kategoriyada. Birinchisi storytelling, ya'ni qisqa hikoya, 15-30 sekund atrofida. Ikkinchisi an'anaviy kreativ kontentlar 1 minutdan 3 minutgacha. Uchinchisi qisqa metrajli film 2 minutdan 5 minutgacha qilib olinadi. Ushbu video kontentlarni aynan qanaqa texnika yoki qanaqa kamerada olishingiz muhim emas. Qo'lingizdagi telefoningizda olsangiz ham bo'ladi. Agar o'zingiz sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, tezroq bizlar bilan bog'lanib, ro'yxatdan o'ting.